madaniyati. Bizning ajdodlarimiz o'zlarining uzoq asrlik milliy madaniyat, fan, ma'rifi, til, adabiyoti, urfi, adab, san'ati bo'yicha tariximizda ko'milmas izlarni, bebaho miroslarni qoldirgan bo'lsa, yosh avlodlarimizning yeni uzun safarda ajdodlar izini besib varislik qilib, davrimizga yeni qadamlarni dadil besib kelmoqda. Mening mazkur Qadam TV orqali urf odatlarimizni, milliy qadriyatlarimizni saqlab, yosh avlodlar qalbiga singdirish yuzidan efirda berayotgan Uyg'ur madaniyati programmamizning bu qitimqi soni Uyg'ur nahiyasi cho'ngchiyasida o'tkazilgan Gulchay marosimi haqida bo'lmoq. Gulpida Shahida Kamila ismli tirishchan qizlarimizning iltimosi ham tashabbusi bilan Alamat prodyuserlik markazi Qadam TV'ning qo'llab-quvvatlashi uyushtirishi bilan o'tkazilayotgan ushbu Gulchayning ssenariy muallifi riyosatchisi bo'lishimdan bak mamnun bo'ldim. Bu qitim yo'lim tushib, o'zim tug'ilib o'sgan Uyg'ur nahiyasining markaziy cho'ngchi yezisida uyushtirilgan Gulchayni o'tkazish uchun safarga atlandim. Ayni qarang, Gulchayga qadam tashrif qilgan Uyg'ur xonim qizlarga Xon Tangri hovlisida yangragan karnoy surnay nag'ri sadosi ilkida qo'llarida milliy qadriyatlarimizga oid tutgan Uyg'ur neni va uning turlari, milliy taomlar, rang-rang gullarning dasti tizilgan sivatlar, Uyg'urning milliy soz chalg'u asboblari, bosh kiyimlari, do'pa va Xan Atlas romanlar, ana tilimizda nashr qilinayotgan kitob va gazet jurnallar, bezallangan qapoqlar, nima degan insonning qalbini larziga soladigan ko'rinishlar desimizchi. Oldin ala ushbu Gulchayga qatnashish istigini bildirgan xonim qizlarni to'plarga bo'lib, har bir to'pqa o'zlariga xos nom qo'yish, she'riy qurlarda o'zlarini tonishtirish, o'z hunarlarini, urf-odatlarini, qobiliyatlarini ko'rsatish, milliy liboslarni, do'plarni kiyinish kabi bir qanchaligan topshiriqlar berilgan edi. Ekran oldidagi ko'rarmanlar, aziz tomoshabin do'stlar. Efirda Qadam televiziyasining Uyg'ur madaniyati milliy programmasi. Mazkur programmaning riyosatchisi ham loyihasining muallifi men Qalnur Arifdan barchamizga o'tliq haroratlik sig'inishli salom yo'llayman. Shu ajoyib go'zal imoratda, ya'ni Xon Tangri restoranida yig'ilib o'tirgan barcha nuroniy onalar, Gulchiroy xonim qizlar. Mana bugun yosh qizlarimizning uyushtirishi bilan o'tkazilayotgan Gulchay mayrimiga hammamiz qadam tashrif qilamiz. Kelgan qadimlarga marhaba. Yoz faslining bu illiq kunlarida Uyg'ur nahiyasi cho'ngchi yezisidagi Xon Tangri restoranida uyushtirilgan Gulchayga nahiya markazi cho'ngchi yezisida va qo'shni yurtlarda istiqomat qilayotgan mehr shafqatlik nuroniy onalar, xonim qizlar ishtirok qilgan edi. Ajdodlarimizdan miros bo'lib kelayotgan bu Gulchay o'yin mashri o'zining barliq qoida yo'sin talablariga to'liq rioya qilgan holda hamda bugungi zamon talabiga muvofiq yangicha uslublarni qo'llangan holda maxsus tuzilgan ssenariy asosida o'tkazildi. Riyosatchi har bir ustaldagi xonim qizlarni alohida maydonga taklif qilgandan keyin naq maydonga chashqilarni chechib kirgan 3 onaning qiyofati, ondan biridan keyin biri qo'llariga har xil zotlarni, noz-ne'matlarni tutgan ko'rinishda dastlab Mehrigul onalar to'pi, ondan Chiman do'pa to'pi, keyin Gulnaz to'pi, Iparxon, Guldasta, Gulbahor, Vissal, Atirgul, Gulg'uncha, Rayhongul kabi to'plar maydonga qadam tashrif qildi. Barcha onalarni, qizlarni, bugungi xonim qizlarningki Gulchay mayrimi bilan tabriklayman. Assalomu alaykum Gulchay xonim qizlar. Kelimiz Begulgul ona, Etik Gulchay nashri, xonim qizimizga adab ko'ngil baxshi, yolg'iz umrimning nafslig'i, alayli bugun ko'ngil
bugün Gülçay için. Selamu aleyküm nur anılar, mihri gül, köngül derya bu anılar. Alemge nurun çaçkan şu anılar, mübarek olsun Gülçay toylarınlar. Baha olsak baha yetmez ümidinlar, mın igip tazım kılsak mı az bolar. Dört gözümüz tüyel bulup jığılganda, alıp eli, behrüleyli kız anılar. Reyhangül toplары meydanga qadam təşrif qilgandan keyin xanım-qizlar oldi bilan egilib salom berib, o'zlarini tonishtirib, ondan ko'rgazma ustiga qo'llaridagi milliylik xos zotlarni tizib qo'yishdi. Mushu bir ko'rinish aytmoqqa oson bo'lgani bilan qanchalik ahamiyati zo'r, insonni qandaqdir bir hissiyotlarga bo'lgan edi. Muqavvusun bu adet, birliğimiz şükrüsün, uygun der soğukan yürek, hiç kaçan bulduğumuzun. Çimen baba, top geldi, bağlığı usulcular, bu meşrepte usul oynar, kumarla kanlı. Assalamualaikum. Sınıf üzerinde yaşayan buldum ben elinin kızı. Tutmay sorsanlar, pazarlar mı? Yerlerinin kızı. Varımı aymayın. Kolun gelse tühtü. Bir güzel mahtanmayın. Etrafında çıçıdır. Gülçay'ın bu kömürlerini dolsun der. Keni dostlar, o kızı daire sorunlu, usul oynap nakşa edip leyleyli. Cismimiz mu namımızla yarışı, milletimiz şöhretini saklaylı. Assalamu aleyküm Güldeste hanım kızları. Sizlerge Gülbahar topudun yalqınlık. Salam deb söz başladı. Gülçay'a kelgan mehmonlarga, ana tilini an'anaga, qadrli xonimlarga. To'plamimiz misol bo'ldi, didar izlab keldik biz. Qadrlagan mehmonlarga egilib salom berdik biz. Ertesi güldek iş olan güzel kızlar topladın. Salam verip baş eğimiz hanım kızlar sevge. Halkımızın üçmez miras kurba adet neşridin. Canan vuran vuru üstün sayıkanlar sevge. Güzel
honçe, Gülzar'da tümen honçe, bir şınalı pak yiyen, bu kızlar güzel şunce. Naşsın ilip geldi, naşçı kız Şadiye, usulçumu var bizde, ismi onun Aliye. Özü şapkan hem şeddes, bu kız ismi mukaddes. Tapşırmağa teyyar hem zıva boylu mukarren. Kılan bu kız ismi Gülina, tüydürdü otlu, kara kaşlı Ramina. Gül hınce içre yanza, güzel kız Nargiza, üç tınaşka peyyar hem güzel peri seyyare. Salam. Şahnak durar kebinur, salam kalan sahilur. İsmim benim Nazgül, salam kılıp Saygül. Ecdadının mürasi Gülçay, teşna kalbin sadasi Gülçay, güzel jüdum çocukyan, beşler ehli, Gülçay ehli, jılda jılgay. Yüzüde tebessüm özü ayla, toplumuz namıdın tebrikleyiniz, mübarek olsundur bu gül çayla. Güllenen içinde her xil gül var, çeçilu yığınlık nefis hidla. Şu güller içindeki isilde, toplumuz atıldı reyhan gülde. İşkendur toptiki ayar ve kız, urf adet tarihka kızıkkan biz. Uluhlap ana tilini, ecdatlarını, halkımız birliğidir nefsimiz. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. Yaşayan matlub yaman mı
Jinim qaldım meni Akşamlarım oylayman seni Hicranning azobiga tashlama meni Chiroqni sen ko'rolmaysini Tun kechalarda istayman seni Bu qalbimda lovg'on o'tsan Ateşlarga jinim tashlama meni Oldimdan suydim deb seni Biroqlarda jinim qaldima meni Akşamları o'ylayman seni Hicranning azobiga tashlama meni Chiroqni sen ko'rolmaysini Tun kechalarda istayman seni Bu qalbimda lovg'on o'tsan Mehrin ular ko'ngil turida saqlag'aylar ki Ulardan boshqa birida bu qo'shmakaning tepilmaydi Maludulatni topqaysin ota-onang tepilmaydi Keyin mundaq hayotga har turdanang tepilmaydi Maludulatni topqaysin ota-onang tepilmaydi Keyin mundaq hayotga har turdanang tepilmaydi Hayal qilsang kutib bu sug'ini teshkay ular ko'zi Ular ketganda bu kabi zo'r bu sug'ing tepilmaydi Hayal qilsang kutib bu sug'ini teshkay ular ko'zi Ular ketganda bu kabi zo'r bu sug'ing tepilmaydi Maludulatni topqaysin ota-onang tepilmaydi Keyin mundaq hayotga har turdanang tepilmaydi Maludulatni topqaysin ota-onang tepilmaydi Keyin mundaq hayotga har turdanang tepilmaydi Bunun bir kadar başına bırakmaz. Her ayda her bir jütümüzden başak bir çayla tarlaylasın. Biz bunun da bir çıkışı, bunun da ait çok kızı kişiler başlayan. Bunun da yani doktor falan diyor. Hoş oldu sizge tabi olun. Köpten köp rahmet. Layın işiniz uftuk. Jüt işini izzet abroy. Hayatınızın hatırlayacağınızlık. Balcağınızın öy işçi, uftukan komşulaşlarla tanqilip, tanımlık, jüt işler, hanımlar işteki ızıklarınız teknik götürmeylesin demeksin. Sizge, işken suyunuz süzük, namhan yolunuz tüzük. Yaz aylarındaki cennet, kız aylarındaki
Medeniyetimiz, senetimiz hem enelimiz. Şunun için biz hazır bizim kızların kancılık kârlığını, kancılık nakşikerliğini, kancılık senet medeniyetliğimizni biz moşu fırsatlı payını köketkimiz kematıdır. Onu bizdeki moşumuzga şair kızlarımızın yazgan şiirleri var. Merhamet. Yaş emeksiz, 50-60 yaşlarının asafı. Tedik bir hizmet kılıp yürümüz. Sizler ki dedinlarımı bilmidu, 40 yaşta özünüzü seziniz. Yaramızın her kaçan, Uyghur'un gülleri, solumuzun eşkaçan, kulak ki gülleri. Özümlerden keyifli olmuşlar, dutlar tebrik tutkan yaş kızlarımızı terbiyelep, bizim gül çaylarımızı, örf adetlerimizi, senetimizi, medeniyetimizi terbiyet kılıp jüre verirler. Harmanla anılar. Allah için
Ballanın yüreği ulan, anılanın ömrü cennet. Hayatlıkın çiğri ulan, kadirleyli anılan biz. Hem anılan bizim anımız. Şu mihriban ana bulmasa, kanda kıldık bizim hemimiz. Anılar mı köktü kuyar, insaniyet şu başka anılar. Anılanın ömrüsün şan, ana bilen gülleydu ya. Kadirleyli anılar biz, hem o anılar bizim anımız. Şu mihriban ana bulmasa, kanda kıldık bizim hemimiz. Şu mihriban ana bulmasa, kanda geldi hayat kıdır. Rahmet. Meyram arqılı qanchilgan talant egillerini bayqavatmiz. Nima degan yaxshi, qanday yaxshi ko'milib ketgan talant egillari mana shunday yerda ichiladi. Shuning uchun gulchaylarga qatnashib beringlar. Endi u chaqda shunday ta'minlar keltirilayotgan paytda Fiesta usul ansamblining yana bir chiroyli usullaridan bahramand bo'lib hozirlanib o'tiraylik. Stop
Ruhsat qilinglar xonim qizlar, buyuk qo'shiq boshlashga. Ama attım deryama, Leyli valdi çökmeydi, kırın taşının otları lavuldaydı, düşmeydi. Kolumdaki saatla yenip arayın. Sizge aziz dostum, uzak ömür dileyim. İyiz tağladım, sarıldım sizge. Kızıl gülün kumsudek eğildim sizge. Meyli bilmem, kuşlar ben sizge. Kuşlarlıkta ölüp ketsem, uğarım sizge. Karın düşken pekatlı, tütün nasip olacaklar. Tüm artıkının işi de benim sulardı. Rahmat sizlarga Efida, Shahnoza. Bugun shunday bir ajoyib bir ko'taranki ruh, xush kayfiyat bag'ishlayapti deb o'ylayman. Gulchay bizning yuqori darajada o'tyapti. Qani sizlarning nurini tayyorlasa marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli cho'ng onalar, xonim qizlar. Bizning Uyg'ur xalqi san'atga bo'lsin, madaniyatga bo'lsin va qo'l hunariga boy xalqi. Shuning uchun bizning antudan kelgan hadimiz o'zining qo'l hunaridan lato o'ynadi. Baya hammalarga nomerlar berilgan bo'lishi kerak. Shu orqali hozir o'ynaymiz. Marhamat. 61. Marhamat. 73. 95. 'Cause
Бүгінгі Gülçay'dan siz birinci qetim qatnashqatsiz. Biz bundaq necha qetim o'tkazgan. Bugun alohida nihoyat yaxshi o'tadi. Bu bizniki analarimizdan qolgan bizniki san'atimiz, madaniyatimiz, bizning taomlarimiz, bizniki tarbiyalarimiz hamsi o'sha ayol kishiga bog'liq. Bugun alohida yaxshi o'tkazadi. Chunki madaniyat markazida biz zaxira ishimiz nihoyat jiq ovqat qilamiz. Keşkişilde bizga kerakmi debdik. Hani bugün külükte biz shunaqa deymiz zaxada. Biz qo'l qo'ydik yoshlarımizga. Bizni kaynimizni yo'llarimizni etmadik deb biz ashlarga bizga analarimiz qanday bizga miros qilib ketgan bo'lsa, bizning avlodlarga mushu chaylarimiz yo'qmay, bizniki Uyg'ur millatimizniki san'ati bo'lsin, madaniyat bo'lsin, taomlar bo'lsin, dasturxonlarimiz bo'lsin, ham yoqdan biz mushu yoshlarimiz o'rganishga, ashla biz bal tepib, uy tutib, ovqat qilib, tirishchilik qilib, yoshlarga o'rganmamdikin degan. Bugun kelishda ko'zimiz yetdi, shunaqa deyman. Shuning uchun buni yetgan qalbini sizga ko'p rahmat. Siz o'zimizning nahiyasini yurtizda biz sizni cho'ng egiz cho'qlardan ko'ramiz, izzatlaymiz. Mana narsa chiqaroq televizorda, qadam televideniyasida ko'rinishga deb o'ylaymiz. Biz har qatim davomli qarab xo'shal bo'lamiz. Ana bu bugungi kunda yoshlarning qanchalik 9 qirliq, 30 qirliq qilgan tirikchiliklari, qilib kelgan gullari, shu ham narsa bugungi bahorga muvofiq deb o'ylayman. Chunki mart kelishlar gulxan boshida, uni uyquda mana bizniki gulchaylarimiz aqaqistin bo'lsa deb o'ylaymiz. Ana buni bugungi hayotimizda faqat xotirjamchilik, yoshlarimiz iymon insof vijdoni g'urur ba insonlar bu ovqatni qilolmaydi. Men qilma deb atni chip kirgan bilanmi, uni baygida o'zib chiqish kerak. Bu egiz cho'qlarga yetish uchun uni ishlash kerak, ko'pchilikka tonishish kerak, ko'pchiliklarni zich arishish kerak. Shuning uchun buni biqitga Gulchaylar texnik yaxshi bo'ldi deb aytman. Siz qanaqa taassurot oldingizki? Men bugun birinchi qitim Gulchayga qatnashib turman. Haqiqatan shunday yaxshi o'tyapti. Gulsadam degandek yosh qizlarniki qatnashishi, uyushtirishi shunday yaxshi bo'ldi. Bo'yapti ham. Gulchayning eng tasratlik yeri, faxrlangan yerimizni aytib ketkim kelyapti. Har bir ustolga at qo'yilgan. Misoli chimen do'pa, Gulchay, mehri gul analar misol analarga. Shu ustallarning hammasi qo'yilgan etiga loyiq ovqatlarni qilib kelgan. Shu qo'yilgan etiga loyiq kiyinib kelgan. Har bir narsaga shunchaq zang bilan xuddi bular kundalik birga kelib, mushu ishga tayyorlangandek qo'yilgan. Shu bizga faxrlangan yerimiz shu bo'ldi. Qizlarimizning shunchalik talantli, yana bir qatim aytib kelyapti. Bizning qahramon analarimiz bo'lib o'tgan Kiparxon Nazgumlargacha bugun bizni ne qildi bizga esimizga selib shunday faxrlandi. Aprin yoshlarımızga aprin. Ishqilib mashaq o'tsin yoshlarimiz. Bu bo'lsin bizning Qozog'iston elimizning bizga bo'lgan shunchalik kengchiligi, do'stligimiz, birligimizning barkaligini mana mashalada biz ko'z etalaymiz og'zimizga patiribdi. Sizga rahmat. Shunchalik shuncha uzun yo'llarni qisqa qilib, vaqtingiz shunchalik qimmat bo'lsin-mi, oltin bilan tang vaqtingizni shu bizning yoshlarimizga bo'lib, Uyg'ur ayining xonim qizlarga madaniyatlarning qanaqligini ko'rsatishga kelganingizga yana bir qatim rahmatimizni ayting. Bugungi Gulchay ajoyib yaxshi o'tyapti. Shunday hayajonli, texnik hayajonligim besilmayapti mening. Bugungi biz o'zimizning nahiyada shu yosh qizlarimizning, Uyg'ur qizlarining bo'libmi, qanchalik o'zlarining talantli ekanligini ko'rib, bahrinib, huzurlanib o'tirib, o'zimizning hodiga chiqaryapmiz. Ya'ni shundaqla biz o'zimizning kaynimizdagi avlodlarimizning bo'libmi, Uyg'ur qizlarimizning, bizning xalqimizning tarixini, madaniyatini har qanday sohalarda ko'ztalaydi, har qanday sohalarda ip ketalaydi deb ishonchimiz komil. Shuning uchun biz ishashqa, mushu bugungi har bir to'pniki qizlarning nomlari o'zlariga shunday yarashgan, kiyimlari o'zlariga shunday yarashgan, har birisining chatdan chiqqan naqshlari, usullari bizni shunday xo'shal qildi. Bu qizlarimizniki hamsi ayillik, yosh qizlar bo'lsinmi, har xil sohalarda ovqat qiladi. Mana shu qizlarimizning uyda, ayilda o'zlari bir ona bo'lib, bir bolalarini beqib, mana o'zlarining baljoqlariga yaxshi tarbiya berib deb ishonchimiz komil. Shuning uchun bizning avlodimiz buni Uyg'ur xalqining tarixini davomlashtirib deb
xoşal bo'lib o'tirmizda. Shundaqlar o'shada yosh qizlarimizning bugungi uyushtiruvchimiz Gulchay qizlarimizning shundaqlar jiroqdan ochib kelgan mana qizimiz Qalbinur Arif qiziga özümüzün təşəkkürümüzü etdimiz. Hər qaçan məştaq xalqımızın xidmətində bolayveringlar, igiz çoxlarını görəveringlar. Sizlərninki hər bir ününlərini anlap, hər bir televideniyada görgən nəfsimizə xoşalınıb, bəhrlənib oturayıq. Rəhmət sizlərə. Bugünkü güncəlliyə hörmətli analar və xanımlar, sizlərə qısa oxudu ilə bəxtiyarlıqı Uyğurların doğuşu şeiri. Жығып жүрген дүния сыни тойғыда, көкейдер мейман кәді өйгіде. Десем әгер шөн мәзгүр болғанда, біліп қойғыр ұйғыр деген ұшырда. Ұйғырларының қолы алтын көңілгүл, бақ барасан ұлар тұрған дәшті чөл. Достқа деген мехи ойчу көңілі ақ, біліп қойғыр ұйғыр деген қошында. Ұсынуды сән үшін, сән солсан, өліді сән үшін. Uyghur деген yaxşılıqqa yaralğan, bilib ilmi cahanğımı daralğan. O ornida yetişən gül ünsündə, əmgək qılar, insan aman bolsun der. Hanım kızlarga alkışlarını bildirip, acayip çıraylık bir xil kiyinip, bir xil dopularını mana özleri tütküzüp, mana muşunda bizning Gulchayga qadam tashlab tuttu. Apirin sizlarga rahmat. Yana bir üstəlik hanım kızlar
özlerinin hünerini körsətkicə bizning bunu mehmon sifatida kelib sizlarning ko'ngillarni elayotgan Show Ballet Fiesta'nın, yani Fiesta usul ansamblının bir güzel kızının usullarını tamaşa qilayotgan bo'lsak, marhamat qizg'in alqishlar bilan. olsa 8. üstad kanısından tayyorlab keldinglar bugungi kunda? Marhamat. Xalqning turmush hayoti, urf-odati, kelajakka bo'lgan intilishi, orzu-armon, mumzari va hayotda bo'lib turadigan har qanday voqealarni aks ettirdi. Shuning uchun bu xalqimizning eng boy azmisi bo'lib hisoblanadi. Qo'shoqlar tarixiy, turmush hayot, umumiy qo'shoqlarida har qanday turlarga bo'linadi. Bu xalqimizning donolari o'z hayotini, taqdirini, turmush holini dal mushu qo'shoqlar orqali xalqqa yetkazgan va meros qilib qoldirgan. Nasirdin, Sadir Palvon, O'lata, Mahmud va shular o'xshashlar jumlasidir. Nazım öz hayatını tüvendeki qo'shoqlar bilan ifodalaydi.
Tövler ağzı qamakta, bir akamlar kalmakta. Kalmakның şu niyeti, mən nazıqni almakta. 6 ay yattım komuşla, komuş arlap künçti. Mən nazıqның beşiğe, tağdın eğim mumçti. Kızılgül arasında oyunni görüp kaldım. İtmağımda bulmaydı, ben sana köyüp kaldım. Seni deymu, seni görmeyi önermem mi? Seni görmeyi ölüp ketsem, beyiş yüzünü göremem mi? Bu koşaklar menge unutulmay, halk arasında idolusu. Hazırlık pekti olsa, halkımız arasında zamanımızı ifade eden zamanları itibendeki kuşakları itiklemekte. Unutmaylı ana tılını, tomurda akkan kanını, Oktaylı ana tılda bizler tapkan ballarını. Tabiatımız bulgandı, bulup əxlət qaldıq, tolup əxlət qaldıq da, tazılığın ədəm yox, ətraf bilən kari yox. Əcdadların aşqan o, yer bitini təpilən, ətrafını bizəlləgən, yoxdur varlı əpilən. Öyümüzdə, Rusça sözlər, unutuduq bu süpürni, uçaq donur, üşümaydı, pişmey etken kiyimizdi. Kiyin işi her gün, çaş koyaldı sirikta, çapla verip kırpikni, hiç loku yok bosunga. Diyen oşaş zamanları koşaklarımız toğulup kelmekte. Tılgıbay halkımız, maqal temsil, letipe, bir koşakları bilen elbi toğulan. Maqal temsiller bu kirimi eğiz icadi etti. Bu halklar birden düşünüşlük, mənası kəm, lekin ixşaq yazılan edebi icradır. Kısqa eğitildi, lekin ötkün, tabiyevi ehliyeti, nahayeti juhuri, tılınaysız, rencitmeysiz, itli koysuz boldu. Özleri kulası çıkardı. Mesela, bilmezlik eyip emez, tırışmazlık eyip. Dərək toğru bilən üçün adəm hünürü dilən. İş uçuq qazanını yalar. Şiki şıqlar talaşsa bir kuzunda yer düşer. Malı tapqanlı baxdır, otunlu çapqanlı yaxdır. Yazda çapmağan ketmem, qışda boludur dəbinən. Usulun az bolsa havadın köymen. Anısı ögeynin, darısı ögey. Sansızga san tekse, kındırımı çak yanırdı. Üyde ügre etmeyen, toyda olup şıktı. Digen okşaş makallarımız, yağızdan evizde iyidilir. Kelgüsü evladımızı tertipke çakırıp kelgüsü. Muşunda edebi janrlarımızı, yağız icadiyetimizi saklar. Her bir ben uygur digen aile, üyünün kitaphanısı da halk eviz icadiyetinden yazılan, toplanan, koşak ve makal temsillerini saklap ötse olursa. Almaz Serle diyen kitaplarımda koşaklar, halk eviz icadiyetinin uygun halk koşakları diyen kitaplarını tepişik oldu diken. Bana bugünkü fırsatın kaydını biz muşunda kitaplarımızı izler, tepişip her yandan izler, muşlarını toplap bölüm aldık. Nimaga yaxshi mana haqiqatlarni faqatla o'yin tomosha emas, bugungi kunda biz adabiyotimizni, xalq eg'iz ijodiyatini bir eslab o'tdik. Buning hammasi bugungi kunda bir-birimiz bilan munosabat bog'lab o'tirib, dastan atrofida yeb ichib o'tirib, diqqatchanlik bilan qo'shilgan bo'lsak-mu, bir kuni u bizning qulog'imizda yangrab turadi. Shuning uchun bugungi kundagi har bir aytilgan so'z, her bir köstüvatkan san'atdagi usullarimiz, naqshlarimiz, adabiyot bo'yicha mushu beyitlarimiz, qo'shoqlarimiz, maqol tamsillarimiz mushu avloddan avlodga saqlanib qolgusi. Rahmat. Qani o'chaqda navbat endi 9-ustalning gul chiroy xonim qizlariga kelibdi. 9
Gülçiray, yani Gül Gonca deb nam qo'ygan ajoyib chiroyli qizlar o'zlarining bir selat uslubi bilan qadam tashlab o'tdi. Sizlarning to'xtamagan olqishlar.
hakikaten Uygur'un usulunun kadarını her birisi alanında oturmuşup oynap gösterdi. Rahmet Allah'a. Endi uyuşturucu kızlar işkinler, men şimdi en bulmagan işkinler жүгіріп kelgan bo'lsanglar, mayli Gülfida Şahnoza yakımızda işkinler meni ishki qanotimda turinglar. Sizlar menga endi kichkina yordam qilsizlar. Endi sizlar bilan endi bunda bir o'yinlarni o'ynaylik. Hammamizning buni hunarlarini ko'rguncha ba'zi birlarimiz zerikib qoldik degandek. Qani o'chaqda hozir har xil millatning usullarini bayatdan beri o'ynadik, ting'ishidik, o'zimizning hunarlarini ko'rsatdik, gulchayga ep kelgan tayyorliklarimizni mana chashma qilib, chashdik, to'kdik. Yaraysa, endi har xil biz Qozog'iston jarida yashayotgandan Qozog'istonda har xil millatlar ichiq innaq bir-biri bilan do'stlik munosabatda hayot kechiryapti. Qozog'iston eliga rahmat, bizga mushunda fursatlarni yaratayotgan. Biz o'zimizning elimizda yashayotgandek mushunda erkin, ozod, gulchay mashg'ulotlarimizni o'tkazyapmiz mana. Şahnoza kızımızın komandası mana mushaqlik istadiki, o'tag'an barcha Gulchira xonim qizlar bo'ldi. O'ng qo'l tarafdagi Shahnoza qizimizning komandasi bormisizlar? Kecha kunduz o'sha Gulchayni o'tkazmada mana shugagan yana bir qizimiz Gulfidaning mana o'sha so'l tarafdagi xonim qizlar sizlar bo'lsizlar. Yana bir Kamilla degan qizimiz hozir o'yinlarda yaxshi o'ynagan ustallarga o'zining sovg'alarini sizlar yana tayyorlab qo'ygan o'yinlarni tayyorlab qo'ygan sovg'alarni topshirdi. Kelishdik-ku Kamilla, anlayapsizmi? Rahmat. Biz arliqlarimizni kichkina suratlarga tushyapmiz. Har xil millatning usullarini o'tirib, faqat qo'limizni egiz ko'tarib o'ynaymiz. Qani Shahnozaning komandasi ikki qo'lini egiz ko'tarayotgan bo'lsalar bormisizlar? Qani Gulfidaning komandasi bormisizlar? Bakya. Maestro.
başlangıcına, taraqqiyotga qo'shib kelayotgan insonlar xalqimiz alqishga sazovor bo'lib, egiz ta'minlarni ko'rinishi so'zsizdir. Bugungi tongda Uyg'ur nahiyasi Cho'nchi mahallasida istiqomat qilayotgan yosh go'zal qizlarimizning Ayalsız günlerin ötmeydi senin. Ayalsız tünlerin ötmeydi senin. Ayal o hemminin yaratquchisi. Ayalsız şat yangraq çıkmaydı ünüm. Ayalsız şafaat bulmaz dünyada. Ayalsız pasahat bulmaz dünyada. Ayallar qalbida vapa dasturi. Ayalsız muhabbet bulmaz dünyada. Ayal o her uyning o'chmas chirig'i. Ayal o her uyning mazmut tuvrigi. Ayallar bo'lg'achqa go'zaldir alam. Ayallar alamning izhal ko'rigi. Ayalsız külmeydi üydü balam. Ayalsız saqaymaz dilxas yaranmu. Ayallar bulmasa nädi xoşallık. Ayalsız qızmaz hatta paranmu. Ayalның mehneti cheksizki üstün. Ayalsız çıkmaydı mürəngdin tütün. Ayalның mehnetin uluqla bugün. Ayalsız cemiyet güllenmez bilgin. Asli meşreptiki oyunlar asasen pot taşlaş. Bunu köprek yaşlar oynaydı. Çay tutuş, gül çay ve dava cazalardan ibaret bolattı. Mesela çay tutuş oyununu alsak, sorunda oltarğanlarının biri çay quyulğan piyalını ikki qo'llab tutib, ko'ngli xalıgan birsiga beyit yoki naqshi aytib xush ketdi deb tutudi. Endi uni olgan kishi 30 o'g'ilga xush ketdiga kamamsizlar deb qo'yib, andin chayni ichidi. Andin gul chayni egisiga beyit aytib tutgan bo'lsa, beyit bilan, naqshi aytib tutgan bo'lsa, naqshi bilan qaytirdi. Mesela egiz dönglerden sırıldım sizge. Kızıl gülnün g'unchisidek egildim sizge. Meyli bilin, meyli bilmang, xushtarman sizge. Xushtarlıqda ölüp ketsem, ugalım sizge. Qaytırgıç taraf egiz dönglerde çırak köyüdü. Çırak emas, yarının oti yürek köyüdü. Egiz dönge çıkmang hergiz, uçup ölersiz. Çıraylıqqa köngül bölmang, köyüp ölersiz, deb cevap qaytırdı. Gülçay folklorluk oyunlarının biri. Piyali çörisiga gül çıqırıp tılıngan alma, çıg arqılıq oruntuludu. Piyaliga çay qılgan boludu. Gülçay tutulgan şəxs onun içidiki çayını içişdə, içidiki almını örüp almaslığı gerek. Undaq şarayitda bala jarmangıcı qıldı. Gülçay, qoşaq, beyit, naqşa və başqalar öz layığıda yanduruş maharetiga ega bo'lishi şart. Eğer talab orunlanmasa, illet yüzüsüdün jarmangıcı. Jıraqdan kelgan mehmonlarga sütümüzde ya, nahiyamızın meyvede ya, muşu jıraqdan kelgan muşu kızımızga, oğlumuzga biz milliy taomlarımız bilan go'sht nonlarimizni,
qo'shib aytib beraylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Allah, bugungi mushurchiligimizni şeyimizden sahip hallarına kollaboratlar Allah. Muşu kızlarımızın baskan kızlarına arap kaysa. Endiki çaylarıca Xudayım, muşu barlık otağın mihmanlarımız gözümüz tigel, hemlerimiz tigel, yanamışlar bu çaylarda otuşka Allah yazık kısın. Jüdümüz aman bulsun, elimiz aman bulsun. Heminin manın ölüde sağlam salametlik, kömür hatırlarlığı olsun. Amin. Der haqiqat, ajoyib hissiyotlarga, to'xtamagan alqish sadolaga, yiqimliq naqshi kuylarga, o'yin chaqchaq, beyit qo'shoq, maqol tamsil, Uyg'ur xalq ig'iz ijodiyatiga, avrishim ham ozoda o'ynagan usullarga, ajoyib boy milliy ko'rgazmalarga, milliy soz asboblarga, milliy do'ppa, o'zlariga yarashimliq milliy liboslarga, milliy taomlarga, Uyg'ur neni va uning turlariga, ona tilimizda nashr qilinayotgan kitob ham gazet jurnallarga, bezallangan qapoqlarga, rengarang sevatga qochilangan gullarga, ham mevlar selingan sevatlarga, mehr shafqatlik, qo'llari chevar, qalblari go'zal, nuroniy onlarga, yuzlaridan tabassum aylab turgan gulchiroy xonim qizlarga, ajoyib esil mangu unutilmas daqiqalarga, xush kayfiyat, arom baxsh damlarga to'lib toshgan gul chay.